Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Siz Alisher Ahmedov YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Anchadan beri Alisher Ahmedov YouTube kanalida Dangal suhbat loyihasi efir yuzini ko'rmagan edi. Bugun hayajonli daqiqalarda Dangal suhbat loyihasi efir yuzini ko'rmoqda. Bugungi kutilmagan mehmonimiz, sirli mehmonimiz Qashqadaryo san'atini yosh ijodkori, o'zini chiroyli mualliflik qo'shiqlari bilan elimizni, xalqimizni chiroyli muvaffaqiyatiga hamdaki e'tiboriga loyiq ko'rilgan san'atkorimiz Muhriddin Amirov hisoblanib qoladi. Qaddim tik turishim sababi otam, kerilib yurishim sababi otam. Boshim tik tutib sizga aytaman, ota sizni juda yaxshi ko'raman. Ushbu yigit bilan, ushbu xonanda bilan bugun biz chiroyli suhbat uyushtiramiz va birgalikda bizni tomosha qilasiz. Video avvalida like tugmasini bosib, bizga obuna bo'lib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Muhriddinjon, yaxshimisiz? Xush kelibsiz bizni ko'rsatuvimizga. Endi hayajonlar qanaqa? Hayajon bor. Bora, demak, hayajonlarni bosib olamiz. Unda bosib olish uchun bitta jonli ijro eshitib qolamiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Qaysi ijodga ko'proq yondashasiz? Qashqadaryocha, Surxoncha, Xorazmcha, Buxorocha, Vodiycha qaysi yo'nalishlarni ko'proq sevib ijro qilasiz? Asosan shu vodiy yo'nalishiga bizaniki ijro etish, istarada yo'nalishiga qiziqaman. Unda bitta eshitamiz, jonli. Hayajonlarni bosib olamiz chiroyli bo'lib. Bizni kuzatayotganlar Muhriddin Amirovdan chiroyli jonli ijro. Marhamat. Ketaman deb kuydirmang erkam, qalb eshigini yopa olmaysiz. Dunyo shunday yaralgan bir kam, mendayini topa olmaysiz. Bordir mendan yaxshilari ko'p, yomoni ham yuribdi to'p-to'p. Menda kasb bormi ayting xo'p, mendayini topa olmaysiz. Bu o'zimni avtorskiy ashulam. Rahmat, salomat bo'ling. Demakki, bir joyga chiroyli qilib o'tirib olamiz, Muhriddinjon. Keyin suhbat davom ettiramiz. Siz uchun ajoyib kutilmagan savollarimiz bor. Sizda esa javoblaringiz bisyor bo'lsa kerak, ha? Unda marhamat, avvalo kayfiyatlar qanaqa? Yaxshi, rahmat. Muhriddin, endi bizani ko'plab yaxshi savollarimiz bor yoki yomon savollarimiz ham bor-da. Shu narsaga tayyor turasiz. Endi kutilmagan mehmon sifatida tashrif buyurdingiz. Albatta, o'zi omad ham kutilmaganda keladi dedi. Siz mana shu o'zbek san'atiga, Qashqadaryo san'atiga necha yoshingizdan kutilmaganda kirib keldingiz? Va o'zbek san'atiga 11 yoshimdan kirib borganman. 11 yoshimdan kirib borgan otam sababli. Ismlarini aytib o'tasiz? Shuhrat ismlari otam sababli kirib kelganman. Otamning qiziqishlari sababli. Muhriddin Xoliqovga havas qilib ismini ham qo'yganlar Muhriddin. Demakki, o'zi Muhriddin Amirov degani meni birinchi tasavvurimda Muhriddin Xoliqov keldilar. Shu kishiga havas qilib sizni ismingizni qo'yishgan. Muhriddin akaning ijodlarida siz demakki tanishsiz, begona emassiz. Ustozimizni, marhum ustozimiz ijodlarini ham hurmat qilasiz va ularning ijodlaridan qo'shiq qilib ijro etib ham turasiz, to'g'rimi? Endi ana shu san'atga kirib kelganingizda, 11 yoshingizda kirib kelganingizdan beri sizga ko'pincha yordamni kimlar bergan? Birinchi endi yordamni otam berganlar. Hozirgacha otam hozirga ham demak otangiz ko'makdoshlar. Rahmat, demak otangiz umrlari uzoq bo'lsin. Xullas, maktabdan boshlangan ijod qayergacha davom etdi? Maktabdan boshlangan ijod endi mana konservatoriyani oliygohini ham bitirishgacha keldikda bitirib qaytib keldik. Demakki, yaxshi taassurotlar bilan Qashqadaryoga tashrif buyurdingiz. O'zi Muhriddin Amirov qayerlik? Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Jino shaharchasidanman. Jino shaharchasidan, Jinoliklar demak alangalik salom aytib qo'yamiz. Jinolik muxlislarimiz Muhriddinni qo'llab-quvvatlaysizlar va ana shu videoga chiroyli qilib like tugmasini bosib, o'zingizni yaxshi uzoqlaringizni qoldirib qolishni so'rab qolaman. Hali xudo xolasa Muhriddin Amirov yosh ijodkor. Chunki erta qanaqa bo'lishini siz hech kim tasavvur qila olmaydi. Muhriddin Amirovni hali
juda ham chiroyli hit qo'shiqlari bor. Shunaqangi bir hit qo'shiqlari ommalashishini biz yaratgan egamdan so'rab qolamiz. Ana shu ijod davomida, konservatoriya o'qish davomida sizga ustozlik qilgan ustozlaringizni hozirgi kunga qadar sizga yordamini beminnat ayamasdan kelayotgan ustozlaringiz haqida to'xtalib o'tsangiz. Ustozim Azamat Sharipovlar. O'zimizda Azamat akalar. Azamat aka Sharipovlar. Shu yoshligimdan shu Azamat Sharipov yonlariga borganman. Shu kishim nima deydi, ozmi ko'pmi tarbiyalarini olganman. Tarbiyalarni olgan. Azamat akada endi ko'pincha biz xizmatlardan suhbatda bo'lganimizda Azamat akani nimaga hurmat qilaman? Chunki Azamat akada birinchi navbatda Qashqadaryocha samimiylik bor-da. Hozir ko'ryapman, sizda ham ana shu samimiylik ustunligini ko'rib turibman. Endi Muhriddinjon, masalan shunaqa bo'ladi, san'at ko'p narsani talab qiladi. Yoki qurbonlikni talab qiladi, yoki zafarlikni, sizga borlikni talab qiladi. Hozirgi kunga qadar mana san'at sohasini tanlaganingiz, o'qidingiz, nimalardan qolib ketdingiz yoki nimalarga erishdingiz? Shu haqida batafsil ma'lumot bersangiz. San'atda endi hali ko'p narsaga erishganim yo'q. Endi hammani san'atkorlarning orzusi bir elga tanilib, bir ota-onasining duosini olib yurish hisoblanadi. Men hali nima deydi, yo'lni boshida turibman. Xudo xolasa bundan buyog'iga endi sekin-sekin ana qilamiz. Endi Xudo xolasa yo'lni boshida sizga omadli yor bo'lsin. Albatta hamma insonga, ijodkorga ham, dehqonga ham, bog'bonga ham, kim bo'lishidan qat'iy nazar har birimizga omad kerak. Tadbirkorga ham omad kerak bo'ladi. Xullas ana shu omad sizga doimo yor bo'lishini xohlab qolamiz. Qo'shiqlar yaratyapsiz. Qo'shiqlar o'zingizning hayotingizdan yaraladimi yoki boshqa bir shoirlarning ijodini olib qo'shiq yaratasizlarmi? Boshqa endi shoirlarni va she'rlarni olib ijod yaratamiz. Ko'pincha ko'p xonandalarimiz, ko'p san'atkorlarimiz o'zini boshidan o'tgan holatni shoirlarga she'r qilib yozib, o'sha qo'shiqlarni aytadi-da va dardini kuylab ijro etishga harakat qiladi. Sizda shunaqa ijrolar bormi? Shu ota haqida qo'shig'imiz bor, mualliflik qo'shig'i. O'sha qo'shiqda bor-da. Keling, Muhriddinjon, tomoshabinlarimiz bizni kuzatayotgan YouTube ahli zerikib qolmaslik uchun o'sha ota haqidagi qo'shiqni aytib bersangiz, barcha otasi bor insonlarga, otasini qadriga yetish uchun shu qo'shiqni aytib berasiz. Albatta mazza qilib tinglaymiz Muhriddin sizdan. Qaddim tik turishim sababi otam, kerilib yurishim sababi otam. Boshim tik tutib sizga aytaman, ota sizni juda yaxshi ko'raman. Bor boyligim otasiz tufaylidir, bor davlatu baxtim siz tufaylidir. Boshim tik tutib sizga aytaman, ota sizni juda yaxshi ko'raman. Muhriddin Amirov, hayotda nimadan qo'rqasiz? Endi hamma erkak kishi nima deydi, ota-onasini yo'qotishdan qo'rqadi. Mana shu ota-onamni yo'qotishdan qo'rqaman. Darhaqiqat ota-onalarimizning umrlari uzoq bo'lsin. Biz ham mana shunday chiroyli kayfiyatda davom etamiz. O'zi qarang, Muhriddinjon qachon ijodga keladi o'zi? Qay vaqtlarda keladi, qay vaqtlarda mazza qilib berilib kuylashga harakatda bo'lib qolasiz? Ijod endi o'zi siz kutmagan paytingiz keladi-da, u ko'chada bo'lasizmi, uyda bo'lasizmi, u kutmagan paytingiz kelib qoladi, o'sha payt ketaveradi, aytib ketaveramiz nima bo'lsa. Yaxshi do'stlarimiz bilan, ijodkor, san'atkor do'stlar bilan suhbat qilganimizda mashinada qo'shiq eshitganimda shunaqa berilib kuylagim keladi deydi. Shunaqa mazza qilaman deydi. Endi Xudo xolasa to'ylarga chiqish niyatim bormi? Xudo xolasa. Avval ham chiqib turadi? Ha, chiqib turaman. Chiqib turasiz, ha? Asosan vodiy yo'nalishida, zamonaviy estrada yo'nalishida ijod qilasiz. Tez-tez savollarga o'tib qolamiz. Kola yoki Pepsi? Kola. Kola, ha? Yulduz Usmonova yoki Ozoda Nursaidova? Yulduz Usmonova. Muhriddin Xoliqov yoki Oqinjon Madaliyev? Ikkalalari ham. Ikkalalari ham. Mercedes-Benz yoki BMW? Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Demak, ko'rinib turibdi, Muhriddinjon ozgina bo'lsa hayajonlar. Albatta, katta sahnalarda Xudo xolasa bu
hayajonli hech narsa emas. Hayajonni ikki chiroyli sizni bizga kerakli foydali tomoni bor ekanda. Hayajonli odam ehtiyotkor bo'lar ekan va hayajoni bor odam gohida omadli ham bo'lar ekan. Shuning uchun biz xohlardik sizga bu hayajonlar faqat ijobiy ma'nodagi yaxshiliklarni olib kelgani rost bo'lsin. San'atga kirib kelishda o'zi har bir ijodkor maqsadi bo'ladi-da. Shu maqsad nima o'zi? Maqsad shu elni bir olqishini olish, elni hurmatini qozonish, bir san'at orqali, o'zimiz san'atimiz orqali shu elni nazar tushishini xohlaymiz. Hamma san'atkorni orzu niyati ham shu o'zi. Rahmat. Endi Muhriddin Amirov har bir xonanda, har bir san'atkor biron bir cholg'u asbobini chalishni albatta bilish kerak deyshadi. Siz hozircha qanaqa cholg'u asbobini maroq bilan chala olasiz? Hozir endi mana fulama cholg'ulardan boshqa hammasini chalaman. Hammasini chalib bera olasiz, to'g'rimi? Hammasini chala olaman. Fulama nayladan boshqa hammasini chala olasiz. Konservatoriyada o'qish qiyinchiliklari qanday bo'ldi? O'sha yerda siz demakki katta hayot maktabiga uchradingiz. Sizdan ham zo'r xonandalarni ko'rdingiz. Sizdan ham ko'p ijodkor, san'atkor do'stlaringizni ko'rdingiz va ular bilan do'st bo'ldingiz, ijodlar almashdingiz. Nimalar olindi-yu, nimalarni olishga harakat qilmadingiz u yerda siz uchun? O'zingizga kerakli bo'lgan narsalar haqida bizga o'sha oliygohdagi siz uchun muvaffaqiyatli hamdaki eng chiroyli damlarni aytib bersangiz. Men uchun eng muvaffaqiyatli yili 2016-yil bo'lgan. Bu payti men litseyda, konservatoriya qoshidagi litseyda o'qirdim. 2016-yil Italiyada ko'rik tanlovi bo'lgan, xalqaro. O'shanda borib faxrli 3-o'rinni olib kelganman. Gap bo'lsa mumkin emas. Eng muvaffaqiyatli yilim o'sha bo'lgan. Keyin shu bilan institutga kirdik. Institutda o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Qiyinchiliklardan o'tib mana oxiri tugatib keldik aka. Oxiri tugatib keldik, to'g'rimi? Endi har bir yosh ijodkorga biz to'g'risi ularga muvaffaqiyatlar yor bo'lishini xohlab qolamiz. Hozirgi kungacha nechta mualliflik qo'shig'ingiz bor? O'qirdimi? Hozir 3 ta mualliflik qo'shig'im bor. Internet tarmoqlariga qo'yilgan, yana 2 tasi hali qo'yilmagan. Endi uni inshaalloh yaqinda nima qilamiz? Premyera qilmoqmiz. Qadrli tomoshabinlarimiz, Muhriddin Amirov kim degan savolga shunaqangi chiroyli javobni aytib qolaman. YouTube tarmog'iga Muhriddin Amirov deb yozsangiz, Muhriddin Amirovni demakki bir necha kliplari sizning e'tiboringiz markazida bo'ladi. Bemalol tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Muhriddin Amirov xudo xolasa qanaqa niyatlar bor? Niyatlarimiz endi ko'p, endi xudo xolasa mana shu yilni endi xudo xolasa nasib qilgan yil bo'ladi. Bir arenalarga chiqishni niyat qilib turibmiz endi. Katta sahnalarga. Katta sahnalarga o'zingizning qo'shiqlaringizni, davlat tadbirlarida, to'g'ri? Xudo xolasa o'shalarga chiqishni niyat qilib turibmiz. Endi birinchi o'rinda san'atkor o'zini san'atini namoyish qilar ekan, albatta sarmoya, pul, xarajat degan narsalar bo'ladi. Buni hozir siz xarajatni to'y tadbirlarida olyapsizmi yoki sizga shuhratiga dadangiz yordam beryaptilarmi yo o'zingiz ham harakat qilyapsizmi? Endi xarajatsiz harakat nolga teng deyishadi. Shu haqida ham. Yo, hammasini otam qilaman. Yoshlarga o'tira olmayman. Haqiqatni aytish kerak. Haqiqatda otam qiladilar hozirgacha hamma harakat. Eng boy odam kim deb so'ralganda men deb javob berasiz, chunki otangizning qo'llari yelkangizda turibdi. Adashmasam, to'g'rimi? Salomat bo'lasiz. Endi bizni tomosha qilayotgan muxlislaringizga va tomoshabinlarimizga Alisher Ahmed YouTube kanalini ijodkorlari hamda tomoshabinlariga o'zingizni tilaklaringizni bo'lsa aytib qoling. Hamma nima deymiz endi, hammaga omadini bersin Alloh. Shu o'rinda bizlarni ham, sizning obunachilaringizni ham omadlarini bersin. Biz shu elning xizmatidan qolmaylik. Ishlaringizga rivoj barokat bersin. Rahmat, salomat bo'lasiz. Yana chiroyli dasturlarda, chiroyli suhbatlarcha ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qilib turasiz. Albatta sizga yaxshi niyatlarimiz, faqat ijoddan to'xtamaydi. Harakat, ijod sizni o'ng yelkangizda ham chap yelkangizda bo'lgani rost bo'lsin. Bizni tomosha qilayotganlarga shuni ta'kidlab o'tamiz. Bizni aslo YouTube kanalidan yiroqlashmaysiz deymiz. Bugungi chiroyli mehmonimiz o'zini go'zal
so'zlari, go'zal ijodlari bilan hammaga manzurli qo'shiqlarni yaratib kelayotgan yosh ijodkorimiz Muhriddin Amirov hisoblanib qoladi. Muhriddin Amirovga omadlar yor bo'lsin. Yana efir onlarida ko'rishguncha salomat bo'lasiz.